Mavlidaxon? Ha, Mavlidaxon. Labbay oyijon. Mehmonlarga choy olib kel, qizim. Xo'p bo'ladi oyijon. Endi so'raganda aybi yo'q. Bu qizingizning ma'lumoti qanaqa? Bu qizim institutni birinchi kursida o'qiyapti. Ha? Yaxshi. Xush kelibsizlar yigitlar. Endi mabodo deyman, mabodo yana boshqa variantlaringiz yo'qmi? Endi nima desam ekan? Endi bor, Ha? lekin bo'lmaydi-da. Nega bo'lmaydi? 8 sinfni zo'rg'a bitirib o'qimayman deb turib olgan. Ha. Yo'q-e. Ham uni ustiga shu gumburlagan, gursillagan qiz. Ovqatni zo'r qiladi demoqchisiz. Yo'q. Ha. Ovqatni zo'r yeydi. Chaqiring, bizga aynan shunaqasi kerak. Chaqiring. Feruzaxon. Ha, Feruzaxon. Choy olib kel, qizim. Choy, namcha ko'p choy ichadi bular hozir. Aytdim-ku, gumburlagan. Menga qarang. Mana shu qizingizga uylanaman. Gap bitta. Gumburlagan qiz bitta. Ilog'omin, yoshab aqlida. Zamonaviy sovchilar uyimizga har kun kelar.